Hozir men sizlarga bu videoda 1 minut ichida Amerikaning Ohio shtatidan qanaqa qilib prava olish mumkinligini o'rgataman. Xo'p, birinchi bo'lib BMW ga kelamiz va bu yoqda bizdan so'raladigan hujjatlar pasport, social va proof of address, ya'ni sizlarning turgan adresinglarni ko'rsatadigan hujjatlarni so'rashadi. Va shularni taqdim qilgandan keyin ular sizlarga test topshirish uchun ruxsat berishadi. Va testda sizlarga 40 ta savol beriladi va 70% dan ko'prog'iga yetishinglar kerak. Bu degani 28 tadan ko'proq savolni to'g'ri javobini topishinglar kerak degani. Undan keyin bo'lsa, sizlarga vaqtinchalik mashina haydash uchun hujjat qilib beriladi va bu hujjat bilan vaqtinchalik mashina haydab tursanglar bo'ladi, lekin sizlarda vajdeniya testi bo'ladi. Vajdeniya testidan o'tganinglardan keyin bo'lsa, sizlarga yana BMW ga kelasizlar va BMW da sizlarga haqiqiy Ohio pravasini berishadi. Agar video yoqqan bo'lsa, videoga bitta like va bu videoni Ohiodan prava olmoqchi bo'lganligi jo'natib qo'yamiz.